5-ci bab. Yaşanğan ərlə səvəllik ötküzsə, ularni qattiq ayıplimigin. Əksiçə, ulağa otangni hörmətligəndək hörmət bilən nəsiyyət bəgin. Şuningdək, yosh ərlərə öz qarindoshlarına muomala qilgandək muomala qil. Yaşanğan ayollarga onangga muomala qilgandək muomala qil. Yosh ayollarga sing'illaringga muomala qilgandek pok qalb bilan muomala qil. Eri o'lib ketgan, haqiqiy muhtojlikda qolgan tul ayollarni hurmatlab, ularning holidan xabar ol. Lekin tul ayollarning farzandlari yoki navrilari bo'lsa, u farzandlar oldi bilan o'z oilasini xabar elib, e'tiqodini amaliyotga moslashtirish orqali o'z ota-onasining ajrini yondirsin. Chunki bu Xudoni xursand qiladi. Eri o'lib ketgan, egi choqsiz tul ayollar umidini Xudoga bog'lagan bo'lib, ular kech-kunduz duo tilovatda bo'ladi. Lekin eri o'lib ketgan, huzur halavat uchun yashaydigan tul ayollar hayot bo'lsa-mu, ruhiy jihatda baribir o'lganga hisob. E'tiqodchilarning boshqa tarafidan ayblanadigan ahvolga tushib qolmasligi uchun sen jamoatchilikka bu ishlar to'g'risida tarbiya bergin. Bir kishi o'z tuqqanlariga bo'libmi oilasidagilarga qaramasa, u Ayso masjiddan tanilgan deb qarilib, hatto e'tiqodsizlarchilikmi bo'la olmaydi. E'tiqodchilar jamoatchiligida yordam berildigan, eri o'lib ketgan tul ayollarni tizimlaganda, ular cho'qim o'z eriga sodiq bo'lgan bo'lishi va yeshi 60 dan yuqori bo'lishi kerak. Ular yana yaxshiliklari bilan to'nilgan bo'lishi, ya'ni bolalarini yaxshi tarbiyalab cho'ng qilgan, mehmondo'st, kamtarlik bilan e'tiqodchilarning xizmatida bo'lgan, qiyinchilikda qolganlarga yordam qilgan va o'zini har xil xayr-saxovat ishlariga beg'ishlagan ayollar bo'lishi kerak. Eri o'lib ketgan yosh tul ayollarni tizimlama. Chunki bundaq ayollarning jismoniy jihatdagi orzulari Ayso masjidga bo'lgan rishtini besib ketsa, ular qayta nikohlanishni orzu qilib, e'tiqodchilar jamoatchilikdagi xizmatini davomlashtirishni xohlamaydi. Buning bilan ular dastlab bergan va'dasiga xiloflik qilish sabablik ayblandi. Ular yana xo'runlikni odat qilib elib, uymi-uy do'qirib yurib, g'ayvat qilib, boshqalarning ishlariga aralashib oldigan valoq takkurlardan bo'lib qelishi mumkin. Shuning uchun bundaq yosh tul ayollarning nikohlanib, farzand ko'rib, uy ishlari bilan shug'ullanishni nasihat qilaman. Shundaq qilganda bizga qarshi turg'uvchilarda har qanday fitna ig'vo taqtish fursati bo'lmaydi. Bundaq deyishimdagi sabab, ba'zi tul ayollar olli burun e'tiqoddan chatnab, shaytonning kayniga kirib ketdi. Agar e'tiqodi bor bir ayolning tul qolgan tuqqanlari bo'lsa, u ularga yordam bersin. Yukni e'tiqodchilar jamoatchiligiga ittirib qo'ymasin. Shundaq bo'lganda jamoatchilik haqiqiy egi choqsiz tul ayollarga yordam qila oladi. E'tiqodchilar jamoatchiligini yaxshi boshqaradigan yetakchilar bo'libmi, Xudoning so'zini yetkazish va ta'lim berishda ajr sungdirgan kishilar cho'qim cho'nqur hurmatga sazovor bo'lishi va uningga loyiq haq elish kerak. Chunki muqaddas yozmalarda xamon tepgan o'kizning og'zini bo'g'ma, ishchi o'z haqqini elishga haqliqdir deyilgan. 2 yoki 3 guvochi bo'lmog'icha jamoatchilikning yetakchisi ustidan qilingan arzni qabul qilma. Agar u gunoh qilgan bo'lsa, boshqalarningmi
bunundan ibret ilişi üçün cemaatçilik aldıda eyiplensin. Xudoning, İsa Mesih'nin ve Xudo tanlagan farishtalarning oldida sana shuni buyurayman ki, sen bu so'zlarimga qat'iy amal qil. Ayrımchilik qilma. Her qandaq ishda bir tarafga yon bosma. Birovning uchisiga qo'lingni qo'yib, uni yetakchilik vazifasiga tayinlashga oldirab ketma. Bo'lmasa, uning gunohlariga sherik bo'lib kelishing mumkin. O'zingni pok tutqin. Oshqozoningning yaxshi bo'lmaganligi, shundaqla doim kasal bo'lib qolganliging uchun suvni ichmay, biroz sharobni ichib bergin. Ba'zi kishilarning gunohlarini osonli ko'rib olg'ili bo'ladi. Ham ularning cho'qim so'roqqa tortilishi aniq. Lekin ba'zi kishilarning gunohlari bo'lsa, keyin oshkor bo'ladi. Xuddi shuningga o'xshash, ba'zi kishilarning yaxshi amaliyatini osonla ko'rib olg'ili bo'ladi. Lekin ba'zi kishilarning yaxshi amaliyati bo'lsa, keyin ma'lum bo'ladi.